Assalomu alaykum azizlarim, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida shashlik kabob retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 900 gram tovuq filisini yaxshilab to'g'rab olamiz, mayda-mayda qilib. To'g'rab olgan filimizni tuz, murch, paprika solib yaxshilab marinovka qilib olamiz. Marinovka qilib olgan filimizni salafan yopib ozroq muddatga olib qo'yamiz. Ungacha kartoshkalarimizni archib tozalab, tuz, murch bunga ham ziravorlardan sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Filelarimizni cho'pga xuddi shashlik tergandek terib olamiz. Mana hammasini terib oldik. Endi kartoshkalarimizni birinchi qovurib oldim. Qizib turgan yog'imizga solib. Qizarib olgan kartoshkalarimizni endi olamiz, pishib oldi. Endi ketidan tovuq filini sovolamiz. Tovuq fililari ham mana qizarib pishib oldi. Endi tovuq fililarini ham olamiz. Shashliklarimizni endi olamiz. Qozonimizga bir cho'mich yog', bir dona piyoz solib, yaxshilab qovurib, ketidan uy tomati soldim. Uy tomatidan ozroq solib, masalliqlarimizni solib va ozroq suv solib dimlab qo'yamiz 15-20 minutga.